Evet, selamünaleyküm. Yaxshimisizlar? Bugun bizda qor. Xudo xolasa ertaga ham qor deyapti. Kecha kechqurun bilan yog'di, bitta boshlavdi. Ichkarida 12, 13. Eng sovuq joyi ham 12. Hamma joyda qor tomchilab suv oqib yotibdi. Tarmoqlarda. Mana ahvol. Tashqarida esa qor. Gajolim ishlayapti. Klatrlar ishlayapti tashqari. Issiq, emas sovuq. Agar kecha ishlagani uchun tepa top toza. Sarxonlar qorlar tushib ketyapti bizga. Erib, mana bu tarafda esa hali yer shudgor bo'lgan. Ko'rgan bo'lsangiz mana hamma joyda qor turibdi. Yani ermaydi chunki issiqlik yo'qda. Qor hali to'xtagani yo'q. Qor yog'yapti. Hamma joy oppoq archalargacha. Lekin Allohda barakatiga behisob shukrlar bo'lsin deydi-ku. Bu yog'ayotgan qor barakat ancha yildan beri kutilyapti. Ancha vaqtdan beri kutilyapti.